Tilova sizlarmi? Da, omuzi. Mana shu narsalarni bor edi sotmoqchi. Xo'p, nima narsa ekan? Qani ko'raychi. Xo'p. Braslet sipochkada ekanda sizda? Xo'p, probasi 750 ekan buningiz. Xo'p, hammasini probasi 750 ekan, nima bo'ladi? Grammini nechidan olasiz? Xo'p, bu holat yaxshi ekan, men sizga izdelik hisobida 1 grammini 1 million 150 dan qilib beraman. O'sha hammasini hisoblang. Xo'p. Xo'p, 43.25 1 million 150 dan. 49 million 737 ming bo'ldi. Men sizga tekis qilib 50 million qilib beraman. Rostdan? Da. Kamida 30 million bo'lsa kerak deb o'yladim. Yo'q, buni probasi baland bo'lgani hisobiga 750 bo'lgani hisobiga 1 gramm 1 million 150 dan. Nima qilamiz? 50 million to'g'ri keladimi sizga? Ha, mayli hisoblab bering. Xo'p. Tak, ichi to'g'ri bemalol sanoqsiz bo'ladi. Bu yerda 20, 30, 40, mana 50 million. Bo'ldi, to'g'risi. Ha, bo'ldi, bemalol sanoq olasiz. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Agar sizlarni ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.